Assalomu alaykum, aziz dindoshlarim. Bugun qalbimni larzaga solgan bir voqea haqida so'zlamoqchiman. Bir oshxonada o'tirgan edik, hamrohlarimizdan biri aroq ichmoqchi bo'ldi. "Ey do'stim, aroq harom-ku", deb tushuntirdik. Ammo u do'stimizning javobi meni chuqur o'yga toldirdi. "Aroq harom emas, uning kayfi harom", dedi. Bu gapdan juda ranjidim, qalbim og'ridi. Nahotki o'zimizcha bemalol fatvo beradigan darajaga yetdik. Bizga nima bo'layapti, azizlar? Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning muborak so'zlarini shu harom aroqqa almashtiryapmizmi? Allohning hukmini shunchalik osonlik bilan o'zgartirishga jur'at qilyapmizmi? Bu narsani ichayotganlar, iltimos ichmanglar. Bu shaytonning quroli jamiyatimizni yemiryapti. Qancha bolalar yetim bo'lmoqda, qancha oilalar buzilmoqda. Aka-uka yuz ko'rmas bo'lmoqda, ota-onaga oq bo'lishlar hammasi shu aroqning aybi emasmi? Bu illat qancha baxtsizliklarga sabab bo'lmoqda. Nafsimizni tiyaylik, iymonimizni asraylik. Allohdan qo'rqaylik, oxiratimizni o'ylaylik. Bu dunyo o'tkinchi, ammo gunohlarimiz biz bilan qoladi.